Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan O'zbekiston tarixi bo'yicha mavzularimizni davom ettiramiz. Qo'qon xonligini tashkil topish haqida ma'lumotlar beramiz. Shuni aytish kerakki, 18-asrning boshlarida Farg'ona vodiysi Ashtarxoniylar hukmronlik qilgan Buxoro xonligi tarkibida edi. Mamlakatda o'sha paytda nihoyatda ziddiyat kuchli bo'lib, bundan Xitoy jung'arlari foydalandi va Farg'ona vodiysiga bir nechta talon-taroj yurishlari qildi va bu oqibatda mol-mulklarini taladi. Xuddi shunday bir paytda mamlakatda ichki vaziyat mustaqil davlat tuzishni taqozo etardi. Dastavval chodak saytlari yig'ilishib, o'z mulklarini mustaqil deb e'lon qildi. Lekin o'zbek urug'ining ming urug'idan chiqqan oqsoqollar birlashib, Shohruxbo'yini taxtga o'tkazish va Farg'onada mustaqil davlat tuzishga qaror qiladi. Natijada 1709-yilda o'zbek davlatchiligi tarixida 3-bir davlat markazi Farg'ona vodiysi bo'lgan Qo'qon xonligi tashkil topadi. Shohruxbo'y poytaxt deb Tepaqo'rg'on shahrini belgilaydi va 1721-yilgacha taxtni boshqaradi. Undan keyin taxtga uning o'g'li Abdurahim keladi. Uning davrida mamlakat sarhadlari kengayadi. Jumladan Xo'jand, O'ratepa, Samarqand, Kattaqo'rg'on, Shahrisabzgacha yerlarni bosib oladi-da, mamlakatni nihoyatda kuchaytiradi. Lekin xuddi shunday bir paytda keyinchalik u Xo'jandga qaytib kelib, betob bo'lib vafot etadi. Taxtga uning inisi Abdukarim o'tiradi. Abdukarim paytida mamlakat Tepaqo'rg'ondan Qo'qon shahriga ko'chiriladi va Qo'qon shahri dushmanlardan himoya qilish uchun butun shaharni devor bilan o'ratadi. Shu bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.